Mashinalarni motor moyini vaqtida almashtirmaslik va sifatsiz moy quyish nima oqibatlarga olib kelishini Matiz 5 mashinasida misol qilib ko'rsataman. Matiz 5 mashinasini galov remont qilib qo'yganida egalari ozgina moy yotdi, ko'rsalarni tekshirib berganlariga paddonlarni yechib tekshirib berotuvdi. Holatini qaraydi, shu turib qo'yganni. Bu darajada tepaga moy yaxshi yetib bormagan. Shu ahvolda ham yuraverishgan. Bu sifatsiz moydan va moyga vaqtida almashtirmaslikdan bo'ladi. Motor ishlari ham o'nglarga yetishgan. Lekin dush o'sha numeraviy bo'lib qolibdi. Qanaqa qilib moy surib yurgan bu? Bu yerda mana galovka qismi. To'g'ri ichiga nagar yetishgan. Bu tarafni hozir ozgina tozalab bo'lganlarni yechib olgan o'zi holati. Bu yerda bu ekalarni chap qo'ydik, endi supurgani tozalaymiz. Ishkalarni holatini ko'rsam, mana shu nagar, mashinadan chiqargan narsalardan chiqadi. Bundan xulosa shuki, mashinalarga sifatli va yaxshi moy quyishinglarni tavsiya qilamiz va o'z vaqtida almashtirib yuringlar. Bo'lmasam motorga tushib qolish ehtimoli juda ham katta.